Mendan ko'pchilik eng yaxshi futbol mobil o'yini qaysi va siz qaysini o'ynaysiz deb so'rashadi. Men bugun bu savollarga javob bermoqchiman va eng yaxshi futbol mobil o'yinlarining 3 tasini sanab bermoqchiman. Siz esa futbol bilan kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yaqinda 10 mingta bo'lsak obunachilarimni ajoyib konkurs kutib turibdi. Open'da biz boshladik. 3-o'rinda o'yinidan ko'ra free paklari ko'proq bo'lgan FIFA Mobile o'yini. Bu o'yinga kirganingizdan sizga tarkib berib qo'yadi, ammo ideal tarkib yig'ish juda ham qiyin. Ya'ni donat qilmasangiz deyarli imkonsiz. Xullas grafikasi udar bo'lsa unchalik mazza qilib o'yna olmaysiz. Shuning uchun 3-o'rinda. Ikkinchi o'rindagi o'yin esa FIFA Mobile'dan ancha farq qiladi. Unda mazza qilib o'yna olasiz. Do'stlar bilan offline, online tarzda bemalol o'ynashingiz mumkin. Grafikasi ham juda yaxshi, tarkib yig'ish oson, ammo uni kuchaytirish juda ham qiyin. Shuning uchun 2-o'rinda tavsiya beraman, o'ynab ko'ring. Va nihoyat 1-o'rinda grafikasi dahshatli darajada bo'lgan, o'zim ham o'ynaydigan, ko'pchilik PES nomi bilan taniydigan eFootball 2025 o'yini. Bu o'yin haqida ortiqcha gapirib o'tirishim shart emas. Bu o'yinni o'ynaganlar juda yaxshi biladi. O'ynamagan bo'lsangiz o'ynashni tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi o'yin. Siz bu o'yinlarni o'ynaysiz, akkauntingiz bor, uni sotmoqchisiz yoki sotib olmoqchisiz. Mana shu kanalda bemalol hammasini bajarsangiz bo'ladi. Bundan tashqari eng qiziqarli yangiliklarni eng birinchilardan bo'lib shu kanalda bilib olishingiz mumkin. Aytgancha, shunchaki obuna bo'lib konkurslardan tekin akkaunt yoki pul yutib olsangiz bo'ladi.